Assalomu alaykum. Hurmatli masofaviy ta'lim tizimida o'qiydigan Osiyo xalqaro universiteti talabalari. Hozir sizlarga LMS tizimiga kirish, testlarni bajarish va qolgan barcha xususiyatlari bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Kimdir telefondan, kimdir kompyuterdan kirishi mumkin. Faqat ichidagi tizimlari bir xil, lekin faqatgina ko'rinishi boshqacha bo'lishi mumkin. Hozir sizlarga kompyuterdan tushuntirib o'taman. Demak, brauzerga kirib olamiz. Brauzerga kirganimizdan so'ng sayt yoziladigan sahifasiga mylms.ohu.uz deb yozamiz. Talabalarimiz mana shu saytga kirishlari kerak. Demak, bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu yerda o'zimizning emblemamiz, talaba ID paroli chiqadi. Bu talaba ID parol nima? Bu talaba ID paroli talabalarning HEMISga kirishi uchun beriladigan paroli logini hisoblanadi. LMS tizimimiz HEMIS tizim bilan integratsiya qilinganligi sababli HEMISga qanday kirsangiz, LMSga ham xuddi shunday kirasiz. Demak, mana bu yerga nazoratchilaringiz tomonidan beriladi parollaringiz. Yozasiz. Demak, mana loginimizni yozib oldik. Bu talaba ID'si. Har bir kishining o'zining shaxsiy ID'si mavjud. Buni hamma bilsa kerak. Demak, parolni yozib olamiz. Demak, kirib oldik. Mana shunaqangi o'yna ochiladi. Kompyuterdan kirganligim uchun. Sizlarda telefonda kiriladigan bo'lsangiz, xuddi shu o'yna faqat sal kichikroq versiyada ochiladi. Bu desktop versiya deyiladi. Demak, ushbu talabamizdan mana Hamrayev Husayn talabamiz ekanlar. Login parollarni so'rab ruxsat oldik sizlarga tushuntirish maqsadida. Demak, hozir bu kishi ikkinchi kursda, 3-semestrda boshladilar. Mana bu yerda semestr tanlaydigan joyi bor. Misol uchun, birinchi kurs bo'lsa, birinchi semestr, ikkinchi kurs bo'lsa, 3-semestr, uchinchi kurs bo'lsa, 5-semestrda o'qiydi. Mana shu yerdan tanlab olamiz. Demak, asosiy sahifa, fanlar, nazorat topshiriqlari, dars jadvali, fanlar, davomat, o'quv jarayoni, nazorat jadvali, o'zlashtirish, qayta o'qish hujjatlar, moliyaviy to'lov, kutubxona, xuddi shunga o'xshash bo'limlar mavjud. Birinchi navbatda kirganimizdan so'ng LMS tizimiga mana bu yerda mana o'zingizning rasmingiz turgan bo'ladi. Shu rasmning ustiga bitta bossangiz, mana bu yerda qizil turibdi hozir. Bitta rasmning ustiga bossangiz, mana bu yerda tasdiqlanmagan foydalanuvchi deb turibdi. Verifikatsiyadan o'tish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda verifikatsiyadan o'tishni bitta bosganimizdan so'ng bizga avtomatik kamera ochiladi. Kamerada mana ko'rinib turadi. Mana bu yerda sizni yuzingizni skaner qilishni boshlaydi. Agar men ana bu yerda ruxsat berishni bossam, hozir sizlarga ham ruxsat berilmagan bo'lishi mumkin. Agar ruxsat berishni bossam, mana bu oynada ko'rinadi va shaxsingizni tasdiqlash boshlanadi. Mana bu yerda mana shaxsni tasdiqlash degan tugmasi bor. Hozir bitta ruxsat berib ko'ramiz. Mana ruxsat berganimizdan so'ng mana shunaqangi o'yna ochiladi. Mana bu yerdan o'zimizni yuzimizni shu bu aynalar shaklini ichiga joylashtirishimiz kerak. Mana shunaqangi, xuddi mana shunday. Ba'zilar mana bunda yoki bir egriroq qilgandan so'ng tizim javob bermaydi, sizni tanimay qolishi mumkin. Keyin test ishlashda, boshqa nimalarda muammo bo'lishi mumkin. Demak, mana shunaqangi nimani aylana ichiga joylashtiramiz. Shu tempda mana shaxsni tasdiqlash degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bosamiz. Ikkita urinishsiz qoldi dedi. Mana kamera muvaffaqiyatli ishga tushirildi. Suratni muvaffaqiyat olindi. Identifikatsiya yuzlar xatosi, yuzlar mos kelmadi. Bu boshqa kishining profili bo'lganligi sababli mana bu yerda yuzlar mos kelmadi degan bizlarga yozuvni chiqardi. Agarda shu talabani o'zi kirsa, avtomatik tarzda mana bu yerda yashil bo'ladi, shaxsni tasdiqlaydi. Bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu yerda yashil tugmacha paydo bo'ladi. Birinchi navbatda shuni qilib qo'ysangizlar, keyinchalik muammo bo'lmaydi hech qanaqangi. Demak, fanlar bo'limiga o'tamiz. Fanlar bo'limiga o'tganimizdan so'ng mana bu kishiga mana 5 ta fan ochilgan ekan. 5 ta fandan mavzular soni 5 ta, 10 ta, 5 ta, 5 ta, 5 ta. Demak, jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi degan fan. Xullas, sizlarga ham xuddi mana shunaqangi o'yna ochiladi. Fanlarni o'zlashtirish ketma-ketligi mana shu yerdan davom etadi. Demak, ustiga xohlagan fanimizni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu yerga mana
Hmm, 1 2 3 4 5 5 ta mavzu. Birinchi fanning 5 ta mavzusi mana shu yerda ko'rinib turibdi. Yana qo'shimcha qancha nima kiritiladi, dars kiritiladi bilmayman, lekin mana shu yerda ketma-ketlikda, misol uchun 10 ta, 15 ta fanlar, darslar ketma-ketligi ko'rinib turadi mana shu yerda. Demak, birinchisini ustiga bosasiz. Mana jismoniy tarbiya darslarida pedagogik nazorat degan mavzu ekan. Ustiga bitta bosamiz. Mana bu yerga birinchi videorolik qo'yilgan ekan. Mana bu yerga mana bo'limlari bor. Videorolik, videorolikdan keyin o'qish uchun kitob, mana bu yerda uchinchisi test, testni boshlash. Demak, birinchi boshlaymiz. Nima qilamiz? Mana bu yerda videoni ko'rishni boshlaymiz. O'sha mavzu haqida videorolik qilingan. Videolarimiz ham juda bir samarali, foydali tarzda qilingan. Sababi har bitta fan o'qituvchisi o'ziga kerakli kontent bilan birga o'zi qatnashgan tarzda ajoyib usulda video tayyorlangan. Mana bu yerda mana videoni necha foiz o'tganligi. Bu necha foiz o'tganligi nima degani? Masalan, mana bu yerda videoni qo'yganimizdan so'ng ovozini pasaytiramiz. Videoni qo'yganimizdan so'ng mana uni o'tkazib ko'rish. Ba'zi bir talabalarimiz videoni mana o'tkazib ko'radi. Bu o'tkazib ko'rgandan keyin keyingisi tugmani bosadi mana bu yerda. Keyingi tugmani bosgandan keyin kitobga o'tadi avtomatik. Lekin mana bu yerda mana 8% turib qoldi. Bu degani nima degani? Bu videoni to'liq ko'rmadi degani. Agarda videoni to'liq ko'rmasangiz, keyingi mavzuni ocha olmaysiz. Misol uchun nazariy mana bu yerda kitobni mana bunda o'qib ko'rish bor. Pastga tushirib o'qisangiz, keyingi tugmani bossangiz, mana avtomatik testga o'tadi. Mana bu futishgacha bo'ldi, mana 100% bajarildi. Lekin videoni 100% ko'rmasangiz, boshidan o'tkazib ko'rmaslik kerak buni. Mana bu yerdan boshidan ko'rishingiz kerak. Boshidan erinmasdan oxirigacha ko'rsangiz, mana bu yerda 100% bo'ladi. 100% bo'lgandan keyin mana bu kitobni o'qiganingiz kabi yashil tugmacha paydo bo'ladi. Agarda hozir videoni o'tkazib ko'rsangiz, keyingi mavzu ochilmaydi. Shuning uchun shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Demak, keyingisini tushuntirib o'taman. Mana bu yerda videoni ko'rib 100% qilib, nazariyani o'qib bo'lganingizdan so'ng test ochiladi bizga. Test ham xuddi mana bu yerda yozib qo'yilgan. Testning nomi jismoniy madaniyat nazariyasi, savollar soni 20 ta, o'tish foizi 60%. O'tish foizi 60% ekan. Demak, 20 tadan 12 ta yetsangiz degani bu testdan o'tasiz degani. Maksimal urinishlar soni 3 ta. Hozir ko'pchilikda savol bo'lyapti. Kirdim testni yechdim, 3 ta urinishim ham tugab qoldi, qotib qoldi, yecholmadim, nima bo'ladi degan savollar bo'ladi-da. Iloji boricha videolarni to'liq ko'rib, nazariyani o'qisangiz, xuddi shu ikkitaning ichidan birinchi mavzu tuzilgan, ya'ni testlari xuddi shu ichida bo'ladi. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. O'shanaqa paytga, misol uchun urinishlaringiz hech qanday tugab qolmaydi. Kitoblarni yaxshilab o'qib chiqib, videoroliklarni ko'rsangizlar, test yechishda muammo bo'lmaydi. Keyin mana bu yerda mana joriy urinishlar soni 0 ta, hali boshlanmagan, to'g'ri javoblar mana bu yerda to'plangan ball. Agarda testni boshlab yechib ko'rsangiz, mana bu yerda ballaringiz, nechta uringaningiz, nechta yechganingiz mana bu yerda ko'rinib turadi. Demak, hozir men testni boshlamayman. Agar boshlasam, bu kishining bitta imkoniyatlari ketib qoladi. Testni boshlash qilganingizdan so'ng, boya verifikatsiyadan o'tganimiz kabi kamerani ichida xuddi kamera ko'rinib turadi. Yuzingizni o'sha kamera ichiga tutib turishingiz kerak. Bu nima uchun kerak degan savolga, mana misol uchun testni yechayotgan paytingizda shpargalkadan foydalanishingiz mumkin yoki yoningizda boshqa kishi ishlab berishi mumkin, sizga yordam beradigan odam bo'lishi mumkin. O'shalarni xavfsizlikni ta'minlash maqsadida sizda yuzingizni doimiy skaner qilib turgan bo'lishi shart. Aks holda yuzingiz mos kelmadi deydi. Mana foiz beradi, darajasi beradi. Mana bu yerda chiqqan paytga foiz, necha foiz bajardi. Misol uchun yonboshga qarasangiz, boshingizni bunday qilsangiz, mana xuddi mana shunaqangi tarzda hozir tushuntirib beraman. Mana bu yerga verifikatsiyadan qilib tushuntirib beraman. Mana misol uchun test bajarishda ham xuddi mana shunaqangi tarzda o'tirib bajarish kerak. Agarda mana bunaqa qilsangiz boshingizni, agar sizda yuzingiz haqqoniy emas deydi, sizda tanimay qoladi elimiz. Keyin testingizni to'g'ri yechgan bo'lsangiz ham ballini pasaytirib qo'yish mumkin. Shunga e'tiborli bo'linglar. Mana xuddi shunday shu tarzda yechiladi. Misol uchun o'qigan kishi uchun, bilgan kishi uchun hech qanaqangi muammo bo'lmaydi bu narsa. Xuddi ana shu tartibda bo'ladi. Demak, fanlar
Testni yechish xuddi mana shu shaklda davom etadi. Demak, agarda testni ham yaxshi yechsangizlar, 3 dan foydalanib, hammasini yechib, maksimal ballni to'plab o'tsangizlar, mana bu yerdan keyin ikkinchi mavzu ochiladi avtomatik tarzda. Hozir mana bu yerda qulfcha turibdi. Uje o'tolmaymiz mana. Uje bosadigan funksiyasi yo'q. Xuddi shu ketma-ketlikda boshqa fanlar ham xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerda mana videorolik ochildi. Jismoniy madaniyat sport. Keyingisiga o'tamiz. Test ochiladi. Xuddi shunday 3 dan urinish bergan. Endi savol bo'lishi mumkin, 3 dan ortiq urinish yo'qmi degan. Ba'zilar 2 ta, ba'zilar 3 ta, ba'zilar 4 ta har xil qo'ygan. U o'qituvchingizga bog'liq bo'ladi. Bu narsani nazoratchilaringiz bilan gaplashgan holda, o'qituvchilaringiz bilan kelishgan holda qilinadi. Eng e'tibor beradigan joyimiz videoni o'tkazib ko'rmaslik va testni bajarayotgan paytda har xil joyga chalg'imay, bir joyga diqqatni jam qilib testni bajarishimiz kerak. Agarda xuddi shu talablarga mos javob bersangiz, sizda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Test bajarishda ham, verifikatsiyada o'tishda ham hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Hozircha основной bo'limlar shular sizlar uchun. Mana bu yerda nazorat topshiriqlari, keyinchalik sizlarga fanlarni bajarib, yaxshi ballarni egallab o'rganganingizdan so'ng sizlarga mana bu yerga nazoratlar qo'yiladi. Yana buni keyinchalik tushuntirib o'tamiz. Hozircha asosan siz fanlarni kirib o'zlashtiraversangiz, boshqa taraflama muammo yo'q. Mana bu yerda bajarganingizdan so'ng o'zlashtirish bo'limiga kirsangiz, sizga mana bu yerga joriy nazorat oraliq yakuniy o'sha avtomatik tarzda ballaringiz ko'rinishni boshlaydi. Mana bu yerda mana o'quv jarayoni degan joyga bossak, mana bu yerda sizlarga bir semestr davomida qancha fan o'tiladi, reyting daftarchalaringiz, jipalaringiz hammasi ko'rinib turadi. Mana bu yerda mana yuklama 120 soat o'qish kerak, 4 kredit. Xuddi shunday. Keyin mana bunaqangi muammo ham bo'lgan ekan. Fan turi degan joyga mana majburiy fan bor, tanlov fanlari bor. Menimcha yaxshi bilsangiz kerak buni. Fanlar misol uchun bir semestrga 2 bo'lak qilib qo'yiladi fanlar. Majburiy fan, tanlov fani qo'yiladi. Agar tanlov fani bo'lsa, ikkita fandan bittasini tanlaysiz u, ikkinchisini bajarmaysiz. Masalan, jismoniy madaniyat va nazariya metodikasi degan fan tanlov fani bo'lgan taqdirga, ana bu ikkovini tanlov fani qilib qo'ygan taqdirimizga mana shu yerda umumiy pedagogikani siz tanlasangiz, bu fanni yechishingiz shart emas degani. Bu birinchi semestr buni yechasiz, ikkinchi semestr boshqa fan bo'ladi. Bunisini yechishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun 15 ta keling 30 ta talabadan 15 tasi mana bu fanni bajarsa, 15 tasi bu fanga o'tadi. Xuddi shunday. Savollar bo'ldi, shunga oid. Mana bitta fanni bajardim, unisiga o'tolmayapman, bunisini ishlab o'rgansiz degan savollar bo'ldi. Bu misol uchun bittasini ishlaganingizdan so'ng bunisi kerak emas. Faqat tanlov fani bo'lsa, majburiy fan bo'lsa, avtomatik tarzda siz majburiy fanni 100% o'zlashtirishga majbursiz. Demak, mana shunday. Agarda yana kamchilik savollar bo'lsa, nazoratchilaringizga murojaat qilasizlar. Nazoratchilaringiz bilan birgalikda muammoni hal qilib ketaveramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.